Bu jihatda menga ishonadiganlar yo'q. Oldi bilan bir o'rin tanlab atishda qo'shilaman. Başta aldırıp sıkılı olmaydı. Ama ben yigitga çare bo'yicha mashq qilaverasam, saviyani tezla o'stira olasan. Ha? Ko'p rahmat xonim. Bu keldi taqaba deb kim aytdi? Bo'g'am bilan yegilib bo'lmaydi-da. Nemishqa? Qasam berganda paqini sulg'i anmaqango. O'chak kirishdan ilgari to'yg'ida devamlasam qanday bo'ladi, ha? Ben seviştim. Çarılan. Lanet kasem. Ben yaramaz olup kaptım ben. Bende niyet var. Niyet var. Seni yaxşı görmeymen. Ay, muhabbet izhar kılıp neymi degan yaxşı iş ya. Yo'q, bo'lmaydi. Sen shumtaklar hushim yo'q. Ko'zimda yumshaqda qoqib bo'lgan oltim yaxshi ko'rma. Shumtak. Yarasını shumtak. Ammo sen pek yaxshi ekansan. Ajabsiz ekansan. Naqshidan birni inson u ketib ketadi emasmi? To'g'ri. Qizilgulni izmakdan sen salchilab, qizilgulni izmakdan sen salchilab. Ha? Yana avamsan? Qizilgulni izmakdan sen salchilab. Yaqindan anlayman deb turganimni. Bak yilgazmaskan bu. Çayımdı cümtur. Çarılan, haddini aşmacımı? Bek güzellikken. Bu küçük hayvanlarını yigili emas, belki ular bilan dost bo'g'il keldi. To'g'rimi, ko'qotan? Qismalarni men anglab, bir-birimizga ziyonkes qilmaymiz degan gap aytgani. Biroq qo'saqni osh qo'yib uni yeymiz ahmoq qilmamdi. O bir taqani yavaşın bo'pti. Bu paqalar bizning tuqqunimiz tursa. Bu hayvanotlar köleş bilenle balaqada uçurashga boshlabdi. Ular ko'lchakni tatib oldiga o'xshaydi. Oh, kechirgin og'ina. Bu yerda nima ish yuz berdi? Çarılan paqini yavapti. Shunchalik ishmidi? Yana qanday qilsa bo'ladi? Qasam kichik o'rmonlikdan boshqa yerdagi hayvonlarni o'z ichiga olmaydi. Nimishqa? Undaq bo'lmasa, biz nima yeymiz? Qizillardan nim bo'ldi? Kelana chapak bo'ldi. Qazag'i yo'li qulagan bo'ldik, og'inlar. To'g'ri aytdi, og'ina. Jadalga chiqmaydigan bo'ldi. Qanday qilamiz? O xonimim yaratdi. Menga kanlarga. Endi chatoqning cho'ngi chiqadigan bo'ldi, qizillashin. Köktülke bizni qo'g'li o'tmoqchi bo'lyapti. Bu yerda qarshi ilinmaydigan o'xshaymiz. Bizni kim qo'g'daydi? Bo'ptim. Sizlarga bir chiqish yo'lini ko'rsatay. Tulkini topayli, o amalini qilalaydi. Tulkini topayli. Biz tulkini topayli. Bundan başqa amal yo'q.
bo'ldi. Do'stlarimizga Kechirgan qadrligim. Ularni haydayday bo'landi. unda qilsang bo'lmaydi qadrligim. Sen komandan turib, ularni ümidsizlantirib qo'ysang bo'lmaydi. Ularning hojatini qarab tursang texmi bo'lmaydi. Sen hozir herkesni odatga kelgan. Shirin tushlarimiz barbod bo'ldi. Sen kichik o'rmonlikdan kelganmi? Ha? Kim? Menma? Yo'q, mening undaqlarni ko'raga ko'zim yo'q. Anlasam, hammalarni qahramonkan deydi-ku. Shundaqmi? Ha? Yo'q. Men bo'lsam bir to'q yurak. Yaxshi, mening anglamoqchi bo'lganim dal mushundoq gap edi. Chunki Yaşasın küçük ormanlıktaki hayvanlar. sen nima deb kelding? Seni yo'qlab kelgan edim. Men bilan koring bo'lmisun? Biz qarşılamaydigan iş var. Ularning bizni turg'izib yo'qsan. Biz talab qo'ymagan tursak, endi bizga yashash yo'li qolmamda. Bununla hayran kalmanglar. Dastlabda biz ularni qilib qo'ydik. Bu yer kelgacha biz nurg'un ziyon tatdiq-ku. Shundoq deyishgimi bo'ladi? Oramizdagi ba'zilar o'zimizning a'zolarini yaratgan tursa, to'g'rimi qizillarchim? Ben xijil bo'layapman. Ondaq bo'lishini o'ylab boqmabganman. Artıq talab qo'ysak bo'lmaydi. O'rlashib olgandan keyin bir gap bo'lar. Ahmakan, qarab mansam bo'lmamdi. Bechora ahmoqan. Endi men tug'ishadigan bo'ldim. Ahmoqim. Cho'ng hayvonotlar bu yerdagilar bilan oppoq-chappoq bo'lib bizni tashlab o'tdi. Ular va'dasiga vafo qilmaydigan nimalar ekan.